Kelislarga hamma krabiklarimni obzor qilib beraman va qayerdan olganimni ham aytib o'taman. Birinchisi bu shunaqa korичневый krabik, ikki tomonda shunaqa ko'shchalari bor va men buni Isabella magazinidan olganman. Keyingisi bu shunaqa oq krabik, uni ustida shunaqa uzorlar bor, uni quyoshda bu juda ham chiroyli ko'rinadi. A также men buni Atlas'imdan olganman va shu magazindan ham bitta krabik olganman. Bu такой kichkina formati va men buni nimagadir ulitkaga o'xshataman. Keyingisi bu shunaqa trend bo'lib ketgan gulchalar. Menda buni oq va голубой bor va men buni o'z marketdan olganman. A также menda shunaqa rozvoy rangdagi krabiklar ham bor. Men buni Isabelladan olganman. Bu menda box ichidan chiqqan va bular juda ham chiroyli. Shu ikkita krabikka menga o'rtoqlarim sovg'a qilishgan. Bittasi голубой, bittasi esa nежный rozvoy rangda, lekin qayerdan olishganini to'g'risi bilmayman. Keyingisi bu shunaqa ikkita kumush rangli krabiklar. Menga ayniqsa mana shu babichkali yoqadi, chunki sochi juda ham chiroyli turadi. Va men buni Isabelladan olganman. Va oxirgilari mana shunaqa kichkina krabikchalar, ayniqsa mashinasi menga juda ham yoqadi, chunki такой морской летний vibe beradi. A также mana shunaqa qora krabiklar va shunaqa podarka berilgan kichkina krabiklar bor. Sizga ko'proq qaysi biri yoqdi? Kommentariyada yozib qoldiring. Meni blogimni yo'qotib qo'ymaslik uchun esa obuna bo'lib keting.